Xo'p, assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum kuzatuvchilar. Hozir mana shu ko'rib turgan uylarda, xudo xolasa tom yopilgan. Chiqishi bilan 13 ga 14 juda ham zo'r joyda joylashgan ekan. Hozir shuni polniy obzorini qilib beraman. Suvni qaranglar oqsin. Andijonda Jalaqquduqni oyim. Qishlog'idamiz, shahar ham deb qoldi, qishloq ham deb qoldi. Xudo xolasa 13 ga 14 o'sha konteynerdan, temirdan o'tda yonmas qilib moshni qilib bo'lgan tomimizni hozir polniy obzorini qilib beraman. Xudo xolasa necha pulga bitdi. Hisob kitob qila olasizlar bemalol. Qancha shipir ketdi. Atido kirib hozirroq qilib obzorini qilib beraman. Video boshidan asiga akalar bittadan like bosib, qayerdan ko'ryapti yozib, qo'llab, xudo xolasa tom yopmoqchi bo'lganlarga jo'natsanglar, inshaalloh ko'rib ancha manfaatli video bo'lgan, ko'rib foydali tegan bo'ladi. Sabab ham baquvvat, ham o'tdan yonmas, ham yog'ochni xohlagan turi bilan solishtirib ko'ringlar. Ancha foydasi bor, nima desa bo'ladi, video. Pul tarafdan ham, mustahkamlik tarafdan ham, sifat tarafdan ham xudo xolasa chotga chiqqan. Yoz telefonni shunday aylantirib olaman, birgalikda obzor qilamiz. Xo'p, akalar, o'zi ham suv ham zo'r joyda joylashgan ekan. Uy ham ikki tarafga, bu yoqqa ham, bu tarafga ham suv ketgan ekan. Mana shu uyimiz. Ko'rib turibsizlar. Videoda cho'zmayman, tars ma'lumot berishga harakat qilaman. Xudo xolasa foydam tegsa, ancha xursandman. Mana shu uy mana akalar, ko'rib turibsizlar. Uy o'zi perekos ekan, lekin uyni moshni qilib solib qo'ygan ekanman. 13 ga 14 bo'lgan. Gazablovdan bo'lgan uy ekan, monolit qurilgan, monolit ustiga ko'rib turganlaringlardek o'sha konteynerdan moshni qilib karkazlarini ham ko'ryapsizlar, ichkarini ham tom yopilgan. Qani bismillah deb bo'lmasam boshladik ichkarilarda akalar. Mana kirganda zal ekan, bitta xona, ikkita xona, uchta, to'rtta xona turibdi. Hozir iloji bo'lsa tomga chiqib, tomdan ham olib beraman. Usta mashida o'zi katta ustamiz. Ravshan tog'a. Assalomu alaykum. Yo bismillah. Qancha bo'ldi ko'rinmay qolganingizga? Qanchasi? 2025-yil. 1 yil bo'pti aka. 1 yil bo'ldi. Xudo xolasa buni ham topshirdik, o'tdi. Xudo xolasa topshirildi. O'tildi. Mana ko'pchilik savollar bo'ldi aka. Faqat molxona navismi, uyni tomiga yopsa qanaqa bo'ladi deb savollar ko'payib ketdi. Xudo xolasa mana yetib keldik. Telefonda kichkina ko'rinishi mumkin, lekin hisob kitob qilsanglar 14 ga 13 bo'ldi chiqishi bilan. 14 ga 13 bo'ldi. Hozir endi ko'pchilik o'tiribdi-da, bizda hali sirazi ma'lumotni bersak, shunisi qiziqda. Ammo oralar qancha bo'lgan? Tashlamadiki? 1.25 ta bo'lgan karkazli ko'ryapsizlar, mana karkazli bo'lgan, mustahkam. Tepani ham mana boshim dahshat qilishgan. Hozir tepadan ham chiqib olib beraman. Hozir shu holatimiz dollarga-da, ko'pchilik dollarda, dollarga hisobladim, примерно 3000 dollarga bordi. 3000 dollarga bordi. Hisoblaringlar endi. 3000 dollarga shipirdan tashqari, shipirni olib bergan uyda egasi bir 130 ta plus minus shipir ketgan. Shipiri shu 3000 dollar ichida qoqilgan. To'g'rimi aka? Shu 3000 dollar ichida qoqilgan. Xudo xolasa bu obyektimiz o'sha Andijonda Jalaqquduqning Oyim qishlog'ida. Mana hozir tepaga chiqaylik aka. O'z tepaga chiqishdan oldin bitta ma'lumotni berib o'tib ketayda. Aka ham daftar, ruchka, kalkulyatorda olib hisob kitob qilgan. Aka ham uyda egasi, ya'ni. Mana materialni ko'ryapsizlar, materialni tomga sekin-sekin nima deydi? Bizda haligi zapas qilamiz, to'playmiz. Shunaqa qilib to'plagan. Hisob kitobni qilganda, to'xta deb turib buni ham hisob kitob qilgan, yog'ochni ham hisob kitob qilgan. Qarasa, bundan ancha foyda ekan, pul taraflama yutar ekan. Yana bitta plus tarafi akalar, mana misol men yog'och ustalarni yomonlamoqchi emasman. Misol yog'och usta soladigan bo'lsangiz, по-любому, misol kamchilik chiqadi-da, masalan, material kerak bo'lib qoladi. Miq deysizlar, xullas mayda juda hamma yo'q kerak bo'ladi. Lekin bu narsada kelinadi, mana tom hisob kitob bo'ldimi? Bo'ldi. Elektrod ham o'zlaridan. Qisqasi hamma o'zidan faqat shu shipiri bilan abitini berib turasiz, bo'ldi.
Boshqa muammo yo'q. Shipr desangiz shipr, tunuka desangiz tunuka, shuni ichida qoqilib ketadi. Hozir bu tomlarimizni kvadratini mash holatdagisi mana kvadrati 200 mingdan hisoblangan. 200 mingdan hisoblanganda ham $3000 hisobladim men hozir. Shiprdan tashqari 130 ta plus minus shipr qoqilgan. Shu shiprni olib kelib bergan, shuni ham shu $3000 ichida qoqib chiqib ketishgan. Tepaga ketdim endi. Xo'p, akalar, mana ko'rib turibsizlar, xudo xolasa tomga chiqib oldim mana. Boshinglar aylanib ketmayaptimi? Baquvvatligini ko'rib. Usta? Bitta savolda sizga. Mana qarang, mana o tashlamamiz bor-ku. Tashlamani nimaga bunday karkas qilib turib, dvoynoy qilib qo'ydinglar? Uyasini loy bo'lsa ham 20 soat, bosam 30 bosam 10 bosam behijolat o'tiraveradi-da. Ha, demak, hozir loymi, keyin haligi quyib qo'yishyapti-yu. O'shandan qisqasi nima qilsa ham muammo bo'lmaydi-da shunga. Mana akalar, tashlamani har bittasi to'qilib, mana dvoynoy bo'lgan. Xullas, qayerga nima kerak bo'lsa, hamma yo'q bo'lgan. Bu tom endi o'zgacha yopilgan ekan, ko'ryapsizlar, mana tepa ikki taraf tepasi ochiq bo'lgan. Bu yoqqa tushgan bu tarafga, bu tarafga ham bu yoqqa tushgan. Как rossiyskiy stilda yopilgan ekan. Konkretniy qilib monolit qo'ygan. Mana 1.25 oralari, mana ko'ryapsizlar, har bittasining orasi kashaylar ham yog'ochda qilsalar ham bunchalik kashay bermaysizlar-da. Qisqasi hisob kitob qilaverasizlar akalar. Materialni hisoblanglar, sasnami, terakmi hisob kitob qilib, plus usta haqqi. Hamma yo'qda hisob kitob qilinglar, buni hisob kitob qilinglar. Hozir bunimiz bu yerda hozir 182 kvadrat bo'lgan joyimiz mana. 182 kvadratlik, qisqasi 200 ga yaqin, 200 kvadratga yaqin tomi bor akalar. O'rtacha o'zashi 150 ta shipr qoqiladi-yu ko'p tomlarga. Hisob kitob qilinglar. Shiprdan tashqari materialni o'tira olib, keyin sizlarga ham xudo xolasa mana shunaqa o'tda yonmas, o'ta ham baquvvat, kelajakda eng qizig'i mabodo tomni buzmoqchiman desa ham nevarangizmi, chevarangizmi materiallar ishlatilaveradi-da, eng qizig'i. Buni shunday ulangan joydan, varib bo'lgan joydan kesib turib, xolasa naves qilib beradi. Temirdan yana chotki qilib. Qisqasi o'tda yonmaydi, xudo xolasa. Endi baribir har tarafda o'ylash kerak. Qurt yemaydi, qurt tushmaydi. Xolasangiz mash turishini bitta eng arzon kraskani olib kelasizda, bitta chachib qo'ysangiz, undan ham go'zal bo'lib qoladi. Endi xizmatlarga keladigan bo'lsak akalar, O'zbekiston bo'ylab xizmat qilamiz. O'zbekiston bo'ylab xizmat qilamiz. Kerak bo'lib qolsa qo'shni davlatlarga ham o'tiladi. Qirg'iziston, Tojikiston, u yoqlarga ham o'tiladi. O'zingizlar yaxshi bilasizlar, men bitta usta bilan ishlayman, shu asakalik Ravshan akam. Mana anchadan beri ishlayapmiz. Xudo xolasa chiroyli qilib ishlarni hal qilyapti. Hech qanaqa muammo yo'q. Agar mabodo bir ishinglarda ish qilib turib, bir mashina meni ustam bilan bir muammo bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar, men o'zim hammasini hal qilaman. Xudo xolasa muammo bo'lmasin. Endi kelajakda deb qo'yapman. U haligi sizlarga qilib turib qochib ketsa, yaxshiroq chiqmasa qayerdan topaman degan narsalar bo'lmasin. Mana ko'ryapsizlar akalar, mana uzoqdan ham bitta olib qo'ydi turishini. O'ta go'zal. Buni hali loy bosadimi deb bir qator abalkani qo'yib turib, nomiga armatura tashlab beton quysa sesma qo'ysam bo'lib qolar ekan, bor-ku. Monolit deydi-yu, monolitdan bo'lib qolar ekan. Qisqasi shunaqa, hamma yo'qdan hijolat bo'lmasdan ko'ngilni to'q qilib, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Javob bera olmay qolsa Telegramdan, aka, mana shu naves yo tom bo'yicha telefon qiluvdim desanglar, javob beradi. Mana xudo xolasa, sekin-sekin bir chekkadan urib kelyapmiz, naveslarni ham, tomlarni ham, hali yana ishlar bo'lyapti, o'zgacha stillarda, ularni ham ko'rsatamiz. Endi yana bitta sizlardan iltimos, shu videoni jo'natib, naves qilmoqchi, tom qilmoqchi bo'lganlarga qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa, atrofdan ancha arzon, ancha ishonchlik, ham sifatiga kafolat bor, ishlariga kafolat bor, o'ta ham tekis, ancha yillik tajribali usta akalarimiz qiladi ishlar. Shunaqa akalar. Yana bitta narsa, masalan, aytilayotgan narxdan bizi kanaldan chegirmalar bor, xudo xolasa. Chiroyli qilib
chegirmalarni qilib, yeringiz o'choqxona bo'ladimi, tandirxona bo'ladimi, do'rozaxona bo'ladimi? Meniki kichkina ekan, nima qilsam ekan degan hijolatchilik bo'lmasin. Ha, usta. Albatta. Xudo xolasa, mana shu ishdan nima qildirmoqchi bo'lsangiz, aloqaga chiqaverasiz, chiroyli qilib yasash beradi. Menimcha hamma ma'lumotni berdim. Hozir pastga tushib yana bir qator uyda aylantirib ko'rsatib beraman tomini. Hozir tashqariga chiqib oldim akalar. Xudo xolasa mana bu uyni oldi tarafi mana. Uyni oldi tarafi. Telefonda kichkina ko'rinishi mumkin. Lekin ancha bahaybat tom. Bu mana yonboshdan ko'rinish holati. Qisqasi ko'ngilni to'q qilib hijolat bo'lmasdan aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatdamiz xudo xolasa. Chotki qilib 2 etaj deysizmi, molxona 1 etaj deysizmi, karkazli deysizmi, muammosi yo'q. Do'rozaxonami, tandirxonami, o'choqxonami, hammasini chotki qilib beramiz. Sog' bo'linglar. Hammanglar Allohga omonatsizlar. O'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Hisob-kitobni qilib, aka meniki mancha kvadrat deb kerak bo'lsa kommentga yozinglar, men o'zim javob berishga harakat qilaman. Mancha kvadrat edi, manchaga mancha desanglar, plyus chiqib qolishi mumkin, lekin o'zim aytib deb javob beraman. Aloqaga chiqaverasizlar. Ekrandagi nomerlarimiz 24 soat xizmatda. Hammaga omad.